Assalomu alaykum yosh matematiklar. Darajali tenglamalar mavzusini davom ettiramiz. Bugun misolimiz sal boshqacharoq. 16 ning darajasida x barobar 6 qo'shilgan 2. 16 ning darajasida x barobar 6 ga qo'shamiz 2 ni 8. Endi yoyib olamiz. 2 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 2 darajada x barobar 2 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 2 ya'ni 8. 3 ta 2 ni bir-biriga ko'paytirsak 8 bo'ladi. Endi darajalar qilib olamiz. 2 ni sanaymiz 1 2 3 4. 4 ko'paygan x ya'ni 2 ni darajasi 4 ko'paygan x barobar 2 ni 1 2 3. Uchinchisi 2 ni darajasida 3. Asoslari bir xil son bo'lganligi sababli ikkilar tushib qoladi va darajalar bilan ishlaymiz. 4x barobar 3. X topib oladigan bo'lsak, x ga ko'paytirilgan son barobari bu yog'iga o'tganda bo'lish bo'lib o'tadi. 3 bo'lingan 4. Matematikani o'rganayotgan ukalarim, singillarim, ba'zan qiyin, ba'zan oson bo'ladi. Faqat yo'lingizda davom eting. Like va podpiska, kommentariy kutib qolaman.